Assalomu alaykum qarindoshlar. Oldindan hammalarning oldimizga kelayotgan Qurban hayitlaringiz bilan muboraklayman. Assalomu alaykum. Gollandiyada turishliq barliq Uyg'ur qarindoshlar. Qurban hayitingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum Gollandiyadagi qarindoshlar. Kelish oldida tug'ilgan Qurban hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Kelayotgan Qurban hayitingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum Gollandiyada turayotgan butun cho'ng kichik qarindoshlar. Aldığımız kelayotgan Qurban hayiti faoliyatimiz uchun Gollandiya Havda shahrida turishliq jamoatimiz qizg'in va jiddiy holatda tayyorlik qilmoqda. Faaliyetimizde nurg'un nadir senatorlar bo'ldi. Yeniden kurulgan Avrupa Uyg'ur Nava ansamblıdan o'rlashdan nurg'un nadir senatorlarni ko'ramiz. Faoliyatimizga mayli Gollandiya ichida bo'ling, sirtida bo'ling. Bo'libmi yoshlarniki qatnashib o'ynab ketishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Havdadagi Uyg'ur jamoati Gollandiyadagi butun Uyg'ur qarindoshlarımizga yetliq bir faoliyat o'rinlashtirmoqchi. Qurban hayit faoliyatimizni o'tkazishga sayohatlik qilayotgan Havda jamoati uchun ko'nglimda rahmat aytaman, rahmat. Armag'aysizlar. Qarindoshlarning kep qatnashib berishini umid qilaman. Didar g'animat. 2015-yillik Qurban hayitlik yig'ilish faoliyatining sahibxonlik vazifasini ustiga olgan Gollandiyaning Havda rayonidagi butun Uyg'ur jamoatlariga vakolatan Gollandiyada yashayotgan, shundaqla qo'shni ellarda yashayotgan barliq vatandoshlarning bu qitimli faoliyatimizning aziz mehmoni bo'lib berishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz.